Abdulla Qahhor taniqli o'zbek yozuvchisi, dramaturg, tarjimon, adabiyot namoyandasi bo'lib, 20-asr o'zbek adabiyotining eng muhim shaxslaridan biridir. Abdulla Qahhorning ijodiy faoliyati 1920-yillardan boshlangan. Qisqa hikoyalar, badiiy asarlar yaratgan. Abdulla Qahhorning Bemor asari haqida ma'lumot. Asar oddiy xalq hayotidagi qiyinchiliklarni tasvirlaydi. Sotiboldi ismli kambag'al odamning oilasi haqida so'z boradi. Uning xotini qattiq kasal bo'lib qoladi. Sotiboldi juda kambag'al bo'lgani uchun yaxshi shifokor chaqirishga yoki dori olishga puli yetmaydi. U turli odamlarning maslahatiga kirib, tabib, folbin va turli irim-sirimlarga murojaat qiladi. Ammo bu usullar yordam bermaydi. Natijada ayolning ahvoli yanada og'irlashadi. Hikoya orqali yozuvchi jaholat va kambag'allik inson hayotida qanday zarar keltirishini ko'rsatadi. Odamlar ilmiy tibbiyot o'rniga irim-sirimga ishonishi, kambag'allik, pul yo'qligi sababli odamlar davololmasligini, oddiy odamning dardi va qiyin hayoti tasvirlanadi. Sotiboldi kambag'al, sodda odam xotinini qutqarishga harakat qiladi. Bu asar odamlarni ilm-fan va tibbiyotga ishonishga, jaholatdan uzoq bo'lishga chaqiradi. Abdulla Qahhorning Bemor hikoyasini kitobxonni chuqur o'ylashga undaydi va har bir insonning taqdiri jamiyat bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. Aziz kitobxonlar, Abdulla Qahhorning Bemor hikoyasini o'qishni tavsiya etaman.